TikTokdagi mashhur kosmetikalarni test qildim. Endi ularga baho beramiz. Hammasini Pinduoduo yoki Olive Young'dan zakaz qilganman. Fee Pudding Pots. Mashhur bo'lib ketganda siz buni точно ko'rgansiz. Bu matoviy tintni idishga solgandaka, boshqa matoviy tintlarga o'xshab labni sal quritadi. Rumyana sifatida juda chiroyli lekin. Takoy barxatni finish beradi. Shu brendning Jelly Pot, shuni glянцевый varianti. Bu rumyana sifatida juda yaltiragan bo'lib turadi. Poralarni sezdiradi shuning uchun. Plus uncha rang ham bermaydi. Lekin labda blesk sifatida juda chiroyli turadi. Menga yagona yoqmaydigan tarafi bu upakovkasi. Bundan olishim uchun tirnog'im bilan kirishim kerak. Rumyanadan uzoqlashmaylik. AZDK rumyanasi zamonaviy o'zbekcha maykapga to'g'ri kelmasa kerak, lekin menga yoqadi. Dalsha o'tgan yil TikTokerlar ko'p ko'rsatgan motili penka. Bu вообще penka, shuning uchun videodagi juda ko'p surish kerak emas. Chuqur tozalaydi. Takoy mayda zarrachalari bo'lgani uchun ozgina exfoliate qiladi. Kстати, shuni deb gidrofilkani через день ishlatadigan bo'ldim. Ya'ni gidrofilka o'rniga сразу mana shu penkani ishlataman. Uodo tonalkasi hz to'g'risi videodagi yopmadi вообще. Lekin BB kremlarni yoqtirsangiz, siz uchun bu takoy byudjetniy variant bo'ladi. $7-midi? Judy Dolldan podvodka. Judy Dolldan boshqa narsalar ham zakaz qilgandim, lekin tamojnada olib qolishdi. Podvodkasi esa super ingichka. Strelka chizishni bilmasangiz, xato qilib qo'yaman deb o'ylasangiz, imенно shunaqa variant siz uchun. Oddiy podvodka bilan taqqoslab ko'raylik. Hozir tamojnadagilar maza qilib make-up qilishyapti. Ko'chada chiroyli bo'yangan tamojnik ko'rsangiz, meniki o'sha.